Şunda olsun deyiştiler. Rivayet kılınıptılar ki El-Qissa. Assalamu alaikum. Hürmetlik törer anlarmın. Yaxşımısınız? El-Qissa programımızın 19. kısmına hoş geldiniz. Bugün biz El-Qissamızda Oğuz Hakan'ın özlük toğrusidiki qarışıga qaraymiz. Bu özlük zadi nime? Uyghur tilideki özlük degan söz nimeni bildiradi? Şundaqla özlüknün terkibi kısımları qaysylar? Özlük öz sözüge lük qoşumçысы qoşulup yasalgan söz bolup, özlüknün ma'nisi hergizmu can emas yoki ruh emas. Özlük şundaqla insanmı emas, yani insanның bedenimi emas. Undaq bolsa özlük zadi nime? Aldı bilen biz özlük degan bu sözning ishlatilishini Oğuz nomidan keyin yetuk shoirimiz Alisher Navoiyning she'ridan ko'raylik. Özlük degan nima? Alisher Navoiy uni qandaq qo'llandi? Navoiy mundaq deydi. Navoiy içtimayu farıg oldu özlügidin. Körün ne zehirini def eyledi içip teryak. Navoiyning bu sözü, bu beytideki farıg oldu degan söz diki farıg boş, kupkuruk degan gap. Yani Navoiy içtimayu farıg oldu özlügidin degan bu mısrada hazırkı zaman Uygur tilimizda Navoiy içtimayni kupkuruk boldu özlügidin dep okuymiz. Bu beyitki qarasak mey içiş bilen insan özlüküdün korugdalanıdı. Yani insanın özlüki yokaydı. İnsanın özlüki mey bilen yokaydıganlığı bu yerdeki mey sözüdün aşkarındı. Mey insanın hoşunu yoktadığan bir element, bir madda. Şuna Navoiy bu yerde mey bilen
özlükidin quruqdiladıganligini, yani meyning özlükni öldürdiganligini, yo'q qiladiganligini, ketkizadiganligini muayyanlashtirdi. Endi bu özlükning ketadiganligi, yo'qoladiganligi, o'ladiganligi yana o'xshashla Oğuz nomidagi o'zi qolmadi, ketdi degan ma'ni bilan o'xshash. Ya'ni Oğuz Hakan söygende yoki Tangriga beg'ishlanganda, Tangriga topshirilganda, Tangriga sig'inganda, Tangriga yalburganda, Tangriga tebinganda o'zi qolmagan, o'zliki qolmagan. Şunun bilan söygen. Demek bu yerde söygü xuddi Navoiyning yuqorqi beytidagi mayga o'xshash. İnsonni o'zidan quruqdaydi. İnsonning o'zligini yo'qotadi, o'ldiradi. Şunun bilan bu o'zliki quruldalg'uchi yoki o'zliki yo'qolg'uchi yoki o'zliki o'lguchi Tangriga topshiriladi. Söygüdü bo'ladi. Sarxushliqda, saranlıqda bo'ladi. Ana shu chaqda inson jon bo'ladi. Bu yerda yana shuni ta'kidlab o'tish kerakki, jon o'zlik emas. Jon Allah'ның Adem aleyhisselam'a püvligini. Özlük bulsa insan özü şeytanның vesvesinden tapqını. Bu vesvese, özlük degen bu vesvese yo'qolmaguncha jon inson özlükining ostida bisilib qoladi. Shuning bilan özlük insonning barliq gap so'zlari, hissiyoti, ish harakatlarini boshqaradi. Mundaqcha qilib aytganda, insonni boshqaradigani shayton bo'ladi. Endi biz özlükni qandaq tushunamiz degan mushu savolga o'zlikni uning tarkibiy qismlariga bo'lgan holda birdan tahlil qilib chiqaylik. O'zlik tövendeki 3 tarkibiy qismga ega. Birinci, özlük an akıl demektir. İkincisi, özlük istek demektir. Üçüncüsü, özlük nefs demektir. Biz aldı bilen özlüknün muşu 3 terkibi kısmını birden
ko'rib chiqaylik. Ong, aql. Bumu özlük. Undaq bolsa, ong, aql to'g'risida shoir Alisher Navoiy Uyg'ur tilining xazinalaridan, Uyg'ur tilining tindirmasidan, Uyg'ur o'yining nafsidan ong, aqlning nimaligini bizga mundaq ko'rsatib berdi. Qochib adamga baray aqlu fahmu danışidin vatan barnida bu yat el ara ne barmana. Navoiyning bu g'azaliga qarasang, bu beytiga qarasangiz, birinchi misrasida qochib adamga, adam Arapça söz. Onun Uygurçası yokluk. Demek kaçıp yoklukka baray aklu fehmu danışidin. Fehm degen söz mu Arapça. Onun Uygurçası düşünüş, anqırış, biliş degen ma'noda. Demek Navoiy bizni aqldan, anqirishdan qechib yo'qlikqa berishni tashabbus qiladi. Bu yo'qlik Uyg'urning shundaqla barliq insoniyatning vatani, asli vatani. Şuna Navoiy yo'qlikda turganda mana bu vatan bar tursa, mana yot allada nima bor deb retorik savol so'raydi. Bu yerda Navoiy mu özlükning bir tarkibiy qismi bo'lgan aqldan qechishga chaqirdi. Chunki siz aqldan qochganda, aqldan qutulganda yo'qlikda bo'lasiz. Yo'qlik aqlsizlikdir. O'ydir. Yo'qlik can yoki ruh. Siz yo'qlikda bo'lganda jonda bo'lasiz. Ruhda bo'lasiz. O'zlikdan chiqib ketasiz. Endi aql bilan o'xshash ma'noda keladigan bizning klassik shoirlarimiz ko'p ishlatgan yana bir so'z bor. U bo'lsa-mu bo'sh. Bo'sh Farsça söz bo'lib, uning Uyg'urchasi ongdir. Şah Meşrep mundaq deydi. Bir dana erdim, ming dana buldum. Aqli hoşumdan begona buldum. Demek siz özlüğünüzni öldürgende, özünüzden vazgeçkende
aqli hoşunuzdan, aql eninizdan qutulasiz, voz kechasiz. Shuning bilan siz Allohga topshirilasiz. Allohda bo'lasiz. Shoir Navoiymu ong haqida mundoq deydi. Qochib adamga baray aqlu fahmu danishidin vatan barnida bu yot el ara na barmanga. Bu yerdeki fahm yana boş ma'nosida keladi. Chunki tushunish, bilish va anqirish boshdan keladi. Bosh yo'qolganda, o'lganda ularmu tang o'ladi. Endi ong haqida Carl Jung ataqliq psixik analizchi Carl Jung mundoq deydi. Azapqa, dard alamga, azap ve dert elemsiz anga kelish ki bolmaydı. Anga kelgili bolmaydı. Kişiler qanchalik bema'ni bo'lishidan qat'iy nazar her qandaq ishlarini jonlari bilan yuzlanishdan kechish uchun qiladi. Birov yo'ruqlikning shakllarini tasavvur qilish bilan aqarmaydi, balki qorong'ulikni angliq qilish bilan aqirdi deydi. Carl Jung'ning bu so'ziga qarasaqmi, Carl Jung bu yerda haqiqiy ongni ongsizlikdir deb muayyanlashtirdi. Chunki aqirish, nurlanish, parlanish, haqiqatga yetish, haqni bilish, qandaqdir yo'ruqlikni ko'rish, yo'ruqlikning shakllarini tasavvur qilish bilan bo'lmaydi, balki qorong'ulikni ongga aylantirish bilan bo'ladi. Qorong'ulik qachonki ongga aylanar ekan, mana shu ong haqiqiy ong hisoblanadi. Chunki qorong'ulik ongsizlikdir. Qorong'ulikdan iborat bu ongsizlik ongga aylanganda, mana bu ong siz her gap so'zlaringizda, her ish harakatlaringizda qochadigan, siz kayningizga o'rlibli ketadigan jon shu. Mana shu jon ongsizlikdir. Siz bu jonga ong bilan yetib bormaysiz. Uningga yetib berish uchun faqat va faqat eningizni o'ltirishingiz kerak. Eningizni yo'qotishingiz kerak. Eningizdan voz kechishingiz kerak. Shu chaqda qorong'ulikdan iborat, jondan iborat
Bu angsızlık hakiki inimizge ayrıldı. Şundakla akıl hakkında Blaise Pascal'ның neme degenligi qaraylı. Akılның cheksiz şeylerinin arkasıdakini e'tirof qilish uchun oxirgi bosqichi bor. Bu bosqich aqlning o'zini inkor qilishidan boshqasi emas deydi. Pascal'ның bu sözüde cheksizlikni aql bilan bilgili bo'lmaydiganligi mo'yallishidir. Chunki cheksizlik yoki cheksiz u Tanrıdır. Allah'tır. Allah cheksiz bo'lg'achqa u birdan birdir. Chunki birdan birala cheksiz bo'ladi. Undan boshqasi bo'lmaydi. Bu cheksizni aql hargiz bilolmaydi. Bu cheksizga aql hargiz yetolmaydi. Shunga cheksizni biladigan, cheksizga yetadigan o'yga, jonga aql taslim bo'lish kerak. Shundaqla aql bu taslimchiligida, bu topshirilishida o'zini inkor qilish kerak. Mana bu o'zlikning tunji tarkibiy qismi bo'lgan ong va aql. Uni bizning milliy shoirimiz Alisher Navoiymi shundaqla g'arb faylasuflarimi, mutafakkirlarimi, psixik analizchilarimi eskartgan, shundaqla ong va aqldan voz kechishga tashabbus qilgan, chaqirgan. Chunki ong, aql cheksizlikda bo'lolmaydigan, aksicha cheksizlikni inkor qiladigan, mundaq qilib aytgan vaqtida jonni, Tanrını inkor qiladigan bir narsa. Shunga u o'lish kerak. Bo'lmasa inson cheklikda qoladi-da, cheksizni tonimaydi. Allohni tonimaydi, Tanrını tonimaydi, jonni tonimaydi. O'zlikning ikkinchi tarmoq tarkibiy qismi bo'lgan istakchi. Istak Uyg'ur tilida arzu, umid, xalash degandek ma'nolarni bildiradi. Ya'ni istak
canның emas, özlüknün talebi. İnsan istekleri bilen yaşaydı. Şuna insan candan yirak, Tanrıdan yirak, Allah'tan yirak, çeksizden yirak. Biz istek hakkında Nevai'nin nime deganligiga qarayli. Şu hiç ihtiyar kimsede yoktur ey zahid ki terk ihtiyar etmekni men hem ihtiyar eyley. Bu beyitki ihtiyar degan söz istek degan ma'noda keladi. Bu yerde Navai aslida hiç kimde istek bulmaydı. İstek fakat özlüknün yaralması. Özlük keşif kılgan bir narsa bolganligi uchun men istekni terk etishni istek topdim deydi. Ve şundaqla Navai bu sözünü zahidqa xitap qiladi. Nima uchun zahid xitap qiladi? Zahid terki dunyochidir. Terki dunyochi özünün barlıq ehtiyaclarını taşlap, özüne aç koyup, susuz kalıp, kiyim keçeksiz kalıp, soğukta, ısıkta şunun derdini qanchalik tatsa, Allah'a şunchalik yaqin bo'ladiganligini muayyanlashtirdi. Amaliyotda bu istek emas. Bu hergizmi zahidni yoki terki dunyochini Allah'tan, cheksizdan, Tanrıdan yaqinlashtirmaydi. Texmi jiroqlashtiradi. İstek qandaqdır bedenning barliq tabiiy xususiyatlarini, masalan, yeyish, ichish, soğuktan, ısıktan ısıkning oldini olish, uningdan qo'g'dinish qatorliq bundaq taraflarni o'z ichiga olmaydi. Chunki yeyish, ichish, qo'g'dinish, soğuk ısıktan qo'g'dinish bularning hammasi jonning ishi. Hergizmi özlüknün işi emas. Özlüknün işi u ham xiyal dunyosidagi narsalarni istash. Bu istek insonni reallikdan yulib oladi ve ham xiyal dunyosiga tashlaydi. Şundaqlı bu istek mushu qiliqi bilan insonni azap o'tida qo'ydi. Şuna siz istekdan qutulmasangiz azapdan qutulolmaysiz. Dert alamdan qutulolmaysiz. Ham xiyaldan qutulolmaysiz. Buni yana
Aristotel, Grek feylasopy. Buningdan 2500 yil burun yaşagan Grek feylasopy u haqda istak haqida mundaq deydi. Men özüdün men istaklaridan g'olib kelguchini düşmanlarini ishg'ol qilg'uchidan mubakerak botur chog'layman yoki hisoblayman. Chunki eng qiyin g'alaba o'zlikdan g'olib kelishdir. Aristotelmu bu yerda istakdan g'olib kelishni eng yuksak boturlik, cesurlik deb sifatlaydi. Shundaqla g'alabalarning g'alabasini, futuhlarning futuhini o'zlikdan g'olib kelish deb ta'birlaydi. Bizning ba'zi diniy ulamolarimiz ve ba'zi musulmonlarimiz o'zlikdan qutulishni yoki istakdan qutulishni yoki ong aqldan qutulishni yoki nafsdan qutulishni qandaqdir g'arb madaniyatiga, g'arb tafakkuriga, Hristiyan diniga bağlap tushundirdi. Amaliyotda bu oy, ya'ni o'zlikdan voz kechish, o'zlikni o'ltirish o'yi va shu orqali Allohga topshirilish o'yi u haqiqiy Uyg'ur o'yidir. Oğuz Hakan'dan bizge kalgan oydur. Bizge miras kalgan oydur. Şundaqlı bu oy yana bizge Kur'an'dan mı yetip gelgen? Bırak Kur'an tefsirçileri Kur'an'ni aqlga, anga, insan istikiga ve insan nefsiga silishtirgan holda ve şunun sayesinde ayetlerini tefsirlagachga ular o'zlikning nimaligini tushunmay, uni jon bilan o'xshash ma'noda ko'rgan. Amaliyotda Qur'onni shundoq tafsirlaganlar o'zlikning haqiqiy o'zlikdan voz kechishning, o'zlikni o'ltirishning, o'zlikni yo'qotishning, shuning bilan Allohga topshirilishining haqiqiy Qur'on o'yi, haqiqiy Uyg'ur o'yi ekanligini bilmaydi. O'zlikning 3-chi tarkibiy qismi bo'lgan nafs. Bu nafs yana hozirgi zaman Uyg'urlari tushunib ketolmaydigan hukmlarning biri. Nafs degan nima? Nafsni Uyg'ur tili lug'ati mundaq izohlaydi. Nafs kishilardagi yeyish ichish,
mal dunyoga bo'lgan havas, qiziqish. Mana bu nafs. Bununla misal berilgan. Bu misalni o'qib bitay. Agar pushaymanga duchor bo'lishdan xotirjam bo'lay desang, nafsingga agishib, xiyolingga kelgan ishni qilishga kirishma. Bu misaldimi shuni ko'ra olamizki, nafsga agishish uni xiyoliga kelgan ishni qildiradi. Ya'ni real bo'lmagan, reallikdan yiroq ishlarni qildiradi. Ya'ni o'zlikning ishini qildiradi. Shunga bu yerdimi nafsga agishishni ayiblaydi. Ya'ni nafsdan voz kechish kerakligini jazmlashtiradi. Nafsning yana bir ma'nosi shahvani havas, talab. Buningga bir misol berilgan. Bu misolni eskartib o'taylik. Nafsingni yig'. O'zingni qaraganda bu ayolning nafsi yomondek qiladi. Nafsingni yig'. O'zingni oldirib qo'yma. Yana dedi u menga ma'nilik qilib. Bu misaldami yanala nafsning havoyi havas ekanligini muayyanlashtirdi. Mana nafs Uyg'ur tili izohliq lug'atida yeyish ichish, mal dunyoga bo'lgan havas va shundaqla shahvani havas. Mana bu nafs. Nafs haqida shoirimiz Alisher Navoiymi mundaq deydi. Navoiy nafs zulmatiga qalmış, sen olmay Xizrire çıkmak ne yara. Bu yerde Navoiy degan bu o'zlikni tasvirlab, Navoiy degan o'zlikni tasvirlab mundaq deydi. Navoiy nafs zulmatiga qalmış. Yani nefsinin qarang'uligiga, zulmetlarda qapti bu o'zlik. Bu yana ikkinchi misrada mundaq ta'kidlanadi. Sen olmay Xizrire çıkmak ne yara. Yara yargı bo'lgan xitob. Ya'ni ey yor yoki yaro degan gap. Sen Xizrning yo'li sen olmay Xizrire çıkmak ne yara. Bu yerde mening qarashimda bu beytdeki ikinci misradaki olmay asli ölmey bo'lish kerak. Bu Navoiyning she'rlari 500 yil mobaynida bizga kelgicha bu yerdagi ölmey degan so'z olmay bo'lib qolish ehtimoli bor. Shundaq bo'lganda sen ölmey Xizrire çıkmak ne yara deydi. Xizrire yani Xizrning yo'li. Xizrning yo'li Qur'ondagi sıratil mustaqim şu. Tüz yol, to'g'ri yo'l şu. Şuna nefs o'limigicha siz to'g'ri yo'lda, tüz yo'lda, sıratil mustaqimda bo'lolmaysiz. Sıratil mustaqim sizning nefsingizni o'ltirishingizni talab qiladi.
mundaq aytganda özlük ölmey turup siz özlük süptide ölmey turup toğru yolda bolalmaysız. Tüz yolda bolalmaysız. Allah'ның yoluda bolalmaysız. Sıratul mustaqimda bolalmaysız. Endi bu nefs hakkında Albert Einstein'ның sözüge qaraylı. O neme deydi ekan? Üç zor güç dünyaga hüküm sürdü. Dünyanı başqurdu. Dünyanı soraydı. Ular ahmaklık, korkunç ve nefs deydi. Siz dünya degen bu dünya, insaniyetning bu dünyası, mana şu üç zor kuch bilan kontrol qilindi, boshqarildi. U bo'lsa-mu ahmoqlik yoki do'tlik, qo'rqinch va nafs. Bu üçlisi ham xiyollardir. Bu üçlisi özlükning alomatlari. Özlük bo'ladi ekan sizda ahmoqlik bo'ladi. Özlük bo'ladi ekan sizda qo'rqinch bo'ladi. Özlük bo'ladi ekan sizda nafs bo'ladi. Özlükingiz o'lganda, özlükingiz yo'qolganda, özlükingiz ketganda, özlükingizdan voz kechganda dunyoda ham sizda do'tlik yo'qoladi. Oy paydo bo'ladi. Oğuz Hakan'ның oyu. Ve Kur'an'da tolumu eskertilgen fikir. Kur'an "Ela yetefekkerun" deb tolumu soraydı ayetlerde. Yani ular oylamamdı, oylanmamdı deb. Mana şu oy özlükünüz yo'qolganda do'tligingizning o'rnini oldi. Özlükünüz yo'qolganda, o'lganda qo'rqinch yo'qoladi. Uning o'rniga boturlik paydo bo'ladi. Özlükünüz yo'qolganda şehvet paydo bo'ladi. Canning şehveti, özlükning nafsi emas. Özlükünüz o'lganda siz Allah'a topshirılısınız. Tanrıga topshirılısınız. Sizda ne dut, ne qo'rqinch, ne nafs bo'ladi. Sizda o'y bo'ladi, muqaddas o'y. Sizda boturlik bo'ladi. Esil, yüksek boturlik. Sizda can bo'ladi, can. El-Qissa. Oğuz Hakan'ның özlük hakkındaki karışını
Oğuz Hakan'ın özlükni yoqtuş, özlükten vazgeçiş talimatını biz bu el kıssemizde anladık. Şunun bilen el kıssenin bu kısmı ayaklaştı. Hayır hoş.